Assalamualaikum. Tuğan dostlar, mına hazır biz Komatadan bilet alız. Şunday узкий yol to'xtatib qo'ydi. Men mashinam. O'tirish uchun qanday qilaman? Elektrikli saygan ekan. Shunday. Parom eshik hozir ochiladi. Bundaqda lantana. Mana dostlar, on sayqot elektrичествоga холодильник ketadi. Yani sayil turadi. Холодильник. Mana провод ketgan. Eshikni joppaylab ketib qolib turibman da, bilayin. Tijaga cheyin. Bunday. Bitta mashina o'tirish kerak deymiz. Ne oldu ekan? Kamya. Короче, shunday. Har kim o'z-o'zining mashinasini eplab kirib ketish kerak-da. Okey. Все. Hadi eplab kiramiz.